Ismim Dilmurod. Sergeli rayonida yashayman. Birinchi guruh nogironman. Buyrak yetishmovchiligi sababli muntazam 8 yildan beri gemodializ olib kelaman. Ro'pparasi 8 yildan beri bitta xonaga qamalib, qorong'i xonaga bitta joyda yotib, shiftga qarab, o'limim kutish juda ham azobli kun edi. Hech qayerda ishlay olmasdim. Har kuni bir xil chorasizlik. Lekin meni jismoniy og'riqlardan ko'ra oilam, bir nafar farzandim taqdiri o'ylantirardi. Uni qanday boqaman o'g'limni? Agar men o'lib qolsam, kimga qarab sarg'ayadi? Shu narsalar meni yomon qiynagan. Shu dahshatli xayollar meni har kuni tirnab tashiydi ichimni, qiynab tashiydi. Ota bo'lib farzandingga yordam bera olmasang, juda ham ayanchli holat ekan. Ammo 2026-yil meni hayotim o'zgardi. Ijtimoiy himoya agentligidan, Markaziy bankdan, Paynet hamkorlik asosida moliyaviy imkon loyihasini menga taklif qilishdi. Toshkent Index'dan bitta do'kon ijaraga oldik va ijarasini 6 oyligini to'lab berishdi. Ancha yordam bo'ldi menga bu. Paynet 5 million depozit qo'yib berishdi. Ishga tushirib berishdi. Markaziy bank printer, kompyuterlar jihozlab berishdi. O'z biznesimni ishga tushirishda yordam berishdi. Do'konni yurg'izishni boshladim. Do'konni rivojlantirish uchun kserokopiya, perplot, laminatsiyalar qo'shdim. Odamlarning ehtiyojidan kelib chiqib, telefon gadjetlari, ruchka, qalam, daftar, salqin ichimliklar qo'ydik. Hozirda ancha yaxshi. Yanada rivojlantirishga bel bog'laganman, xudo xolasa. Yangi rejalarim do'konimni yanada kattaroq qilish, yana yonidan do'kon olish, o'zimga o'xshagan nogironligi bor insonlarni ishga olib, hayotida xursandchilik uyg'otish. Bilasizmi, 8 yildan keyin ish stoliga birinchi marta o'tirdim. Men endi o'limimni kutib yashayotgan inson emasman. Men oilamga barokat, xursandchilik olib kirayotgan tadbirkorman. Kasallikni men shu ish orqali yengib o'tyapman, xudo xolasa. Bizga hayotni, yorug'likni, yo'qolgan ishonchni qaytarib bergan barcha tashkilotchilardan bir umr minnatdorman.